O'zbegim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbegim aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begovaya 2-chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbegim aviakassasi, yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. News.ru portalini 1-fevral soat 11:38 da e'lon qilgan xabariga ko'ra, Ukrainadagi eng yirik va eng kuchli armiya hisoblangan Mossad guruhi 1-fevral kunidan Ukrainadan rasman chiqib ketishini bildirgan. Bu haqida Mossad guruhining asoschisi Andrew Milburn 1-fevral kuni o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali butun dunyoga ma'lum qilgan. Endi Mossad guruhini Zelenskiyni yo'lni yarmida yetmaganday eng og'ir ahvolda qoldirib ketish sabablarini bayon qilamiz. Newsweek jurnalining xabariga ko'ra, Mossad guruhi jahonni turli mamlakatlaridagi bir gala urush ko'rgan kallakesarlardan tuzilgan va uning moliyaviy direktori Andrew Bain bilan kompaniya asoschisi bosh jallod Andrew Milburn o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Newsweek jurnaliga ishonadigan bo'lsak, Mossadning asoschisi kompaniyaga donat orqali tushgan elektron pullarni barchasini o'z hisobiga o'zlashtirib yuborgan va bu o'zlashtirish bilan bog'liq ish endi faqat va faqat sudda hal bo'ladi. News.ru portalining Mossadni Ukrainadan bosh olib ketish holatiga bildirgan xulosasiga ko'ra, Ukraina endi o'zining katta kuchidan ayriladi va bu urush olovini o'rtasida tajriba orttirgan armiyaga o'xshash armiyani endi Ukraina yaqin orada topa olmaydi. Endi Zelenskiyni shu mavqega, to'g'rirog'i prezidentlikka erishishida bosh qosh bo'lgan va unga homiylik qolaversa, rahnamolik qilgan ukrainalik milliarder Igor Kolomoyskiyni uyida boshlangan tintuv haqida qisqacha so'z yuritamiz. Dono xalqimiz it qutursa egasini qopadi deb bejizga aytmagan. Bugun shu maqol isbotini butun jahon Zelenskiy va Kolomoyskiy misolida ko'rdi. Union agentligining 1-fevral kungi xabariga ko'ra, Ukraina xavfsizlik xizmati rasman Zelenskiyning ustozi va homiysi Igor Kolomoyskiyning uyida tintuv boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu tintuv sababi Ukrtatneft va Ukrneft kompaniyalaridagi kamomad sanaladi. Ya'ni endi milliarder Kolomoyskiy Ukrtatneft va Ukrneft kompaniyalaridagi kamomatlar uchun, qolaversa bir qancha egri hujjatlar uchun sud qilinib ozodlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Eslatib o'tamiz, Zelenskiy shu Kolomoyskiyni pullari bilan taxtga o'tirgandan keyin homiysiga Ukrainadan tashqariga chiqishni taqiqlab qo'ydi. Yetmaganday uni Isroil hukumatı Zelenskiyni iltimosini inobatga olib, o'z hududiga kirishini ham taqiqladi. Bilmaganlar uchun aniq fakt, milliarder Igor Kolomoyskiy ham Vladimir Zelenskiy ham yahudiy hisoblanadi. Endi Polsha prezidenti Andrzej Dudani Varshavadagi osmonlardan kelgan nutqiga to'xtalamiz. Zelenskiyni duch kelgan joyda o'z uslubida quchoqlashni xush ko'radigan Dudani aytishiga ko'ra, u Zelenskiyga zo'r maslahat bergan. Dudani maslahatiga ko'ra, Zelenskiy Putinning ustidan g'alaba qozongandan so'ng Putin tiz cho'kib Kiyevga mag'lubiyat to'g'risidagi bitimni imzolashga keladi. Ana shu paytda Zelenskiy Putinni Dudani taklifiga ko'ra Kiyev viloyatini Pereyaslav shahriga haydab yuboradi. Dudani taklifiga ko'ra Putin o'zini yengil ganini tan oluvchi, qolaversa kapitulyatsiya to'g'risidagi xalqaro bitimni aynan Pereyaslav shahrida imzolashi kerak. Shu gapdan keyin Andrzej Dudani ham psixologik sog'lom ekaniga shubha juda oshib ketdi. Boisi bu turdagi taklifni ruhan nosog'lomlikni eng so'nggi bosqichidagi bemorlargina berishi mumkin. Bu gapga xulosani kommentariyada sizdan kutamiz. Endi esa Shimoliy oqim gaz quvuridagi portlashni muallif haqida Tucker Carlson fikrlariga yuzlanamiz. 1-fevral kuni Fox News muxbiri Tucker Carlson aytishiga ko'ra, nafaqat Ukraina urushi, balki Shimoliy oqimni portlatilishi keyin Yevropani gazsiz qolishi Bayden va uning maslakdoshlarining rejasi bilan amalga oshirilgan yirik tadbir sanaladi. Agar ularni shunday atash mumkin bo'lsa, albatta. Tucker Carlsonga ko'ra, Shimoliy oqim gaz quvurini portlatib Rossiyani Yevropaga gaz berishini to'xtatish rejasi Viktoriya Nulandga tegishli va Karl
Carlsonga ko'ra Victoria Nuland Biden jamoasidagi eng shafqatsiz, qolaversa, eng vahshiy va ayyor xodim bo'lib, u butun insoniyatga qarshi fitna tayyorlagan. Bu fitna esa Ukraina urushidir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.